U hali ham ishdan bo'shamayapti. Aniq oyimga yopishib olmoqchi. Uyatsiz. Bu qiz hozir janob Tanga ishonib meni umuman eshitmayapti. Endi nima qilamiz? Ha? Nima qilamiz? Unda faqat bitta yo'l qoldi. Ertaga oyimning tug'ilgan kunlari. U kelsin. Men u bilan oyimni bu hayotda boshqa hech qachon ko'rishmaydigan qilib qo'yaman. Uyatsiz. Sen hali oyimdan dizaynni o'rganmoqchi bo'lgan, a? Yo'qol. Bugundan boshlab Yuylar xonadoniga qadam bosishni xayolingga ham keltirma. Agar yana Yuy xonimga yaqinlashganingni bilsam, seni o'zim o'ldiraman. Nima bo'ldi? Hech nima. Yuylar uyidan haydalganimdan beri bu yerga birinchi marta qaytishim. Yujin menga taklifnoma yuboradigan darajada mehribon emas. Unda nega kelishga rozi bo'lding? Chunki tug'ilgan kuningiz bilan. Xonim, tug'ilgan kuningiz bilan. rahmat sensi. Katta bo'lib pul topsam, albatta xonimga tug'ilgan kun sovg'asini olib beraman. Xo'p. O'shanda haydab chiqarishganidan keyin shubhalardan qochish uchun xonimga haligacha sovg'a bermaganman. Qolaversa, doim shunday yashirinib yurish ham yaxshi emas ekan. Bunday qilmasligim kerak. Bu safar men yoningdaman. Kelishdikmi? Sun'iy uydagi DNK natijalari tez orada tayyor bo'lishi kerak. Janob Ziyan xonim marhamat. Muborak aka. Zitensang, bu yoqqa tozalab qo'y. Nima deding? Voy, unutibman. Zitensang endi bizning uyda xizmatkor emas. Ziyona, bu yoqqa kelib tozalab yuboring. Xo'p, xonim, hozir. Zitensang, onang shu yerda ishlayapti-yu, sen shunchaki qarab turibsanmi? Menga qiziq emas. Qolaversa, u bilan aloqani uzganman. Uni kamsitishing ham endi menga baribir. Bu kamsitish emas. Bolaligingdan quldek xizmat qilgansan. Oyoq yuvadigan suvimni ham keltirarding. Endi katta bo'lib hammasini unutib qo'ydingmi? A? Shunchalik katta bo'lib ketdingmi? Nima ilgari rostdan shunday ishlarmiding? Albatta, u xizmatkorning qizi-ku. Hozir ko'tarilsa ham kelib chiqishi o'zgarmaydi. Xonim boylikka yaratilgan, u esa yo'q, ha. Oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Mubay aka, xizmatkor qiziga uylanganingizni odamlar bilsa, o'zingiz uyalmaysizmi? Insonga hayotni ota-onasi beradi, lekin obro'ni o'zi qozonadi. Yujin, agar senga o'xshagan ayolga uylanganimda, o'shanda uyalgan bo'lardim. Yuylar oilasi meni bolaligimdan beri qul qilib olgan dedingmi? Tabiiy. Senga maslahatim, gapirayotganda yaxshilab o'ylab gapir. Voyaga yetmaganlarni ishlatish jiddiy qonunbuzarlik. Keyingi safar gapirganingda ehtiyot bo'l. Tag'in qo'lga tushib qolma. Mubay, sen keldinglarmi? Avval tortni kesamiz. Shoshilmang, bir narsani e'lon qilmoqchiman. E'londan keyin tortni kessak ham bo'laveradi. Jin, nima bo'lgan taqdirda ham tug'ilgan kunimdan keyin gaplashamiz. Oyi, bu yaxshi xabar-ku. Bu mening sizga tug'ilgan kun sovg'am. Jang guruhidan ketganimdan keyin ishsiz qoladi deb xursand bo'lganmidingiz? Bugun men Inhoe dizayn kompaniyasiga ishga kirdim. Inhoe? Ha,
Enhui dizayn kompaniyasi ham Dian guruhining dizayn bo'limi bilan raqobatlashib kelgan. Sohada Dian guruhi birinchi, ularning kompaniyasi esa ikkinchi. Enhui kompaniyasi menga katta maosh taklif qildi. Janob Dian, meni ishdan bo'shatganingizga afsuslanayotgandirsiz? Rostdanmi? Unda yangi ish bilan tabriklayman. Men kichik dizaynerman, janob Dianga baribir. Lekin oyim Dian guruhining yetakchi dizayneri, u ketsa aksiyalar qulaydi. Shunday emasmi? Mubay aka, siz Dian uchun uni ishdan ketkazdingiz. Direktorlar kengashida qanday javob berasiz? Buni hali ko'ramiz. Buning uchun u javob beradi. Qani, qanday ishlar bo'lar ekan? Jin, nimalar deyapsan? Dian, agar sen ishdan bo'shashni istamasang, unda oyim ishdan bo'shashiga to'g'ri keladi. Jin, onangni ketishi albatta Ziyan guruhiga ta'sir qiladi. Bu uning butun umrlik mehnati. Qanaqasiga onangni bunga majbur qilasan? Uyalmaysanmi? Hammasiga Dian majbur qildi. Jin, shovqin solma. Oyi, men shovqin solmayapman. Menga Dianni boshqa ko'rmayman deb va'da bergandingiz. Hoziroq ayting, Dian guruhidan ketib men bilan Enhuiga o'tib ketaman deb. Tez! Jin, ish bu ish. Senga va'da beraman. Bundan buyon ishdan tashqari vaqtda sen bilan ko'rishmayman. Bo'lmaydi. Jin, nima qilyapsan axir? Oyi, siz va'da bergandingiz-ku. Va'dangizda turmayapsiz. Nega Dian haqida shunchalar qayg'uraverasiz? Unday emas, Jin. Unda ishdan bo'shang. Hozir ularga ayting. Dian guruhidan bo'shayman deb men bilan ketayotganingizni ayting. Yujin, chindan ham tushunmayapsan. Xodim menga faqat odamgarchilik yuzasidan muomala qilyapti. Sen esa uni majburlayapsan. Kelishgandek-ku. Ishdan tashqari boshqa. Ovozingni o'chir. Sizlar bir kompaniyadasizlar. Bunga qanday kafolat bera olasan? Siz esa Diandan ayrilishni shunchalar istamayapsiz-da. Yaxshi. Siz uni tanladingiz, meni emas. Yaxshi. Yo'q. Yo'q. Jin, o'zingni bos, kel. Xotirjam gaplashamiz. Pichoqni qo'y. Xonim, ahmoqlik qilmang, iltimos. Dian, hammasiga sen aybdorsan. Agar xonimga biror narsa bo'lsa, sen qotilga aylanasan. So'nggi tahlil natijalarini hali ham olmadimikin, ha? Jin, hammasiga men aybdorman. Tezroq pichoqni qo'y. Kechirim so'rashingizni eshitishni istamayman. Bugun siz yoki Dian biringiz Dian guruhidan ketishingiz shart. Yaxshi. Men ketaman. Ketaman, bo'ldimi? Xonim, nega? Men uchun bu shunchaki oddiy ish. Lekin Dian guruhi sizni butun umrlik mehnatingiz. Ishdan ketishimni eng to'g'ri yo'l deb bilaman. Xonim, sizni 50 yoshingiz bilan tabriklayman. Bundan buyon boshqa uchrashmaganimiz ma'qul. Nega endi Dianni boshqa ko'ra olmayman degan o'y ichimni yemiryapti. Dian, Mubay akamga turmushga chiqsang ham nima bo'pti? Sen orzu qilgan ona faqat meniki bo'lishi mumkin. Endi shu bugundan hoziroq ko'zimdan yo'qol. Daf bo'l. Boshqa hech qachon yo'limdan chiqma. Janob Ziyan, DNK bo'yicha tahlil natijalari olindi. Janob Ziyan, DNK bo'yicha tahlil natijalari olindi. Mubay, qanday tahlil bu? Yo'q xola, bu hujjatda siz bilan Chan haqiqiy ona bola ekaningiz aniq ko'rsatilgan.
qizim. O'ylashimcha o'shanda bular tasodif bo'lmagan. Mubay, nima demoqchisan? DNK testidan so'ng darhol tekshiruv o'tkazishni buyurdim. U o'shanda Yuy xola bilan bir kasalxonada tuqqan. Boylikka o'chligidan u 2 bolani yashirincha almashtirgan. Keyinroq esa Yuylar xonadoniga xizmatkor bo'lib kelgan. Demak, sen Zahar ilon buni ataylab qilgansan. Men doim qizingni nega xo'rlaysan? O'g'il bolalarni ustun ko'rganing uchunmi deb o'ylardim, lekin sen butun vaqt davomida meni qizimni xo'rlagan ekansan. Nega? Men qizingga yaxshi munosabatda bo'lganman, lekin sen qizimni xo'rlagansan. Nima uchun? Bejiz meni hech kim yaxshi ko'rmagan ekan. Men esa doim o'zimni mehrga noloyiq deb o'ylardim. Demak, gap shunda ekan. Yujin, sen bu haqida boshidan bilganmiding? Yo'q, men hech narsani bilmasdim. Unda nega qayta-qayta Yuy xonim bilan uchrashimga to'sqinlik qilding? Unda nega qayta-qayta Yuy xonim bilan uchrashimga to'sqinlik qilding? Men bularning hammasini men qildim. Xonimning bunga aloqasi yo'q. U hech narsani bilmasdi. Agar e'tirozingiz bo'lsa, menga ayting. Dada, men chindan ham hech narsani bilmasdim. Rostdanmi? Men hozirgina bir odamni ushladim. Olib kiring. Qani gapir. O'g'lim, Aytaman. Meni boshqa urmanglar. Yujin, u 5 yoshdan hammasini bilardi. Shu yillar davomida u ataylab Zitiantianga zulm o'tkazib keldi. Noshud notavon nimalar deyapsan? Boshqa ilojim ham yo'q edi. Nima qilay? Kaltak tagida o'lib ketaymi? Oyi, men chindan ham xatoimni tushundim. Meni kechiring, oyi. Xonim, Yujin, esingdami kichkinaligingda har safar ona senga zulm qilganida sen doim oyoqlarimga yopishib, aralashishimga yo'l qo'ymasding. Sen ochlikdan o'lay deganda, kaltaklanganini esga tushsa, yuragim ezilardi. Siz ona bola qanday bunchalar razil bo'ldingiz? Nima uchun? Seni qanday kechiraman endi? Qanday qilib? Odam ham shunchalik bo'ladimi? Sizlarni hech qachon kechirmayman. Hech qachon. bilardim. Hammasi oshkor bo'lishi bilan mendan voz kechishingizni bilardim. Sizning ko'zingiz faqat Zitiantianni ko'rgan. Sizlarga aytib qo'yay endi kech. Bu Zitiantianning hayoti allaqachon barbod bo'lgan, tamom bo'lgan. Yujin, nima demoqchisan hozir? Sizlar hammangiz Zitiantianning o'tmishda joniga qasd qilgani haqida bilasiz. Ammo nega bunday qilganini bilmaysizlar. Nega? Chunki o'shanda Tivenya uni zo'rlagan. Yolg'on gapiryapsan. Zitiantian, hayotim barbod bo'ldi. Endi seni sharmandaligingni ham oshkor qilaman. Hamma qanchalar razilligini bilishini istayman. Bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga? Yolg'on gapiryapsan. O'shanda u endigina 18 yoshda edi. Yolg'onmi yo'qmi? Shu yaxshi qizingizdan so'rab oling. Zitiantian tan olishga qurbing yetadimi? Aka. Zitian, yaxshi qizsan-ku. Aka, nima qilmoqchisiz? Qo'yib yuboring. Yo'q. Men anchadan beri ayol kishiga yaqinlashmadim. Kel, akang bir ko'nglini yozsin. Yo'q, qo'yib yuboring. Aka. O'g'lim. Oyi, akam hozirgina. Yaramas buzuqi. Sen umuman odammisan o'zi? O'z akangni ham yo'ldan urasanmi? Yo'q, oyi, bu akam, u hozirgina meni. Ona dema. Senga o'xshagan, hatto o'z akasini ham ayamaydigan behayo qizim yo'q. O'ylab ko'r. Agar men o'rningda bo'lganimda darhol o'zimni o'ldirgan bo'lardim. O'z jonimga qasd qilgan bo'lardim.
O'g'lim, o'g'lim. Sekiro. Bo'ldi, yura qol. Bu dunyoda hech kim meni tushunmaydi. Balki meni bu dunyoga keragim yo'qdir. Chan, chida. Nima bo'lishidan qat'iy nazar yashashing kerak. Toki tirik ekansan, umid bor, qizim. Chan, shu rostmi? Sevenyao chindan ham shunday qilishga uringan. Iflos, seni o'ldiraman. Xotin o'zingni bos. Qanaqasiga o'zimni bosay? 3 kishilik oila hayvondan ham battar ekan. Endi tushundim nega Chan o'zini jarohatlanganini. Kechir meni. Meni kechir. Seni himoya qila olmadim. Uzr so'rayman sendan. Meni kechir. Xonim. Yo'q, oyi, aynan sizni gaplaringiz tufayli menda yashashga umid paydo bo'ldi. Amaki, xola, endi sizlar aralashmanglar. O'g'lim! Yana nima deysan? Men aytaylab qilmadim. Ularning hammasiga Yujin aybdor. U menga Zi Tiantianni xo'rlashni aytdi. Faqat shunday qilib uni Yuylar oilasidan haydab chiqarishni aytdi. Nima bo'pti? Zitanchanda allaqachon erkaklar foydalanib bo'lgan. Yujin, sen ham ayolmisan? Qo'lingdan kelgani faqat haqorat, lekin bugundan boshlab endi sen meni boshqa jarohatlay olmaysan. Senga baribirmi? Lekin Zhang Mubaychi, uni yuragida zarracha ham alam yo'qligiga ishonmayman. Alamim yo'q, aksincha. Shuncha haqiqatni oshkor qilganing uchun sendan minnatdorman. Bu qamoqda bir necha yil ko'proq o'tirishingizga yordam beradi. Odam chaqiring, ularni hammasini politsiyaga topshiring. Kerak emas, janob Zhang. Meni bunga aloqam yo'q. Xonim, men xato qildim, xonim. Janob Zhang. Janob Zhang, men xatoyimni tushundim. Zitanchang, seni o'ldiraman. Zitanchang, sen hech qachon baxtli bo'lmaysan, bilib qo'y. Ikki qulog'ingga quyib ol. Hech qachon baxtli bo'lmaysan. Mubay, men doim hammasini yashirishga harakat qilardim, lekin bugundan buyon boshqa yashirishni istamayman. Tug'ilgan kuningiz bilan oyijon. Oyijon, bularning hammasini katta bobomdan so'rab oldim. Hammasini sizga sovg'a qilaman. Oling, bular sizniki. Rahmat bolajonim. Kelinim, bugun bobang eng zo'r qandolatchidan ataylab sen uchun tug'ilgan kun tortini tayyorlashni so'radi. Chan, bu tortni atay kelinim uchun o'zim Sen tayyorladim. yana mendan o'tib ketaman deb mehribonchilik qilyapsanmi, ha? Men bilan Yaxshi. olishmoqchimisan? Mana senga, mana. Chan. Dada, oyi, Tug'ilgan kuning